Diqqat qiling, O'zbekistonda avtosug'urta qoidalari o'zgardi. Haydovchilar uchun yangi imkoniyat. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videoda O'zbekistonda avtosug'urta sohasida kuchga kirayotgan muhim yangiliklar haqida so'z yuritamiz. 22-iyun kuni qabul qilingan yangi qonun bilan elektron tijorat va sug'urta sohasini tartibga soluvchi bir qator qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Eng asosiy yangiliklardan biri yo'l transport hodisalari bo'yicha sug'urta tovonini olish tartibining o'zgarishidir. Endilikda haydovchilar o'z xohishiga ko'ra aybdor haydovchining sug'urta kompaniyasiga bevosita murojaat qilib, sug'urta tovonini talab qilishi mumkin. Bu orqali hujjatlashtirish va to'lov olish jarayonini yanada yengillashtirish maqsad qilingan. Yana bir muhim o'zgarish: sug'urta polisini qog'oz shaklida rasmiylashtirish amaliyoti bekor qilindi. Shuningdek, cheklanmagan foydalanish uchun rasmiylashtiriladigan majburiy avtosug'urta polisida avtomobil egasi, umumiy mulkdor yoki uning yaqin qarindoshlarini alohida kiritish talab etilmaydi. Ularning fuqarolik javobgarligi avtomatik tarzda sug'urtalangan hisoblanadi. Qonun bilan sug'urta kompaniyalari uchun ham yangi talab joriy etildi. Agar kompaniya moliyaviy normativlarni buzgan bo'lsa yoki to'lov qobiliyati bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, unga foydani taqsimlashga ruxsat berilmaydi. Bundan tashqari, endi har bir sug'urtalovchi mijozga xizmatning shartlari, narxi, to'lov miqdori hamda uning afzallik va kamchiliklari haqida to'liq axborot berishga majbur bo'ladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu yangiliklar sug'urta bozorida ochiqlikni ta'minlash, haydovchilar huquqlarini himoya qilish va raqamli xizmatlarni kengaytirishga xizmat qiladi. Siz bu o'zgarishlarni qanday baholaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va muhim yangiliklarni birinchi bo'lib kuzatish uchun qo'ng'iroqchani faollashtirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha